Assalamu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Biz programmamizning oldingi sonlarida Toshqo'rg'on Tojik avtonom nahiyasidan bayqalgan otaşparastlik diniga munosabatli qaro biliklar va bu yerdan chiqqan bir qism arxeologiyalik buyumlar to'g'risida to'xtalgan edik. Bugungi programmamizda dunyoning o'g'zisi deb ta'riflanib kelayotgan Pamir egizligidagi yana bir qism tarixiy izlar va bu o'rinlarning ayni davrdagi roli va ayni davrdagi savdo madaniyat almashtirishiga ko'rsatgan ta'sir to'g'risida cho'nqur tushunchaga ega bo'lmoqchi. Qani diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Bu bir sirliq zimin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar. Taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu zaminning sehriy qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga mabdum qilib kelmoqda. Mana bu dengiz yuzining 3200 metr egizlikdagi sehrli zaminda dunyoni zilzilaga keltirgan qadimgi insonlarning qarabisi bayqalgan. Yurtimiz arxeologlari Toshqo'rg'on Tojik avtonom nahiyasidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqash qilishdi. Dünyadagi eng qadimgi dinlarning biri bo'lgan otaşparastlik dini Pamir egizligidan boshlangan bo'lishi mumkin. İnsaniyat din madaniyat tadqiqotida alohida ahamiyatga ega bu bayqashning tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz bayqash programmasida bo'lsin. Pamir egizligi elimizning g'arbiy qismida, Osiyo qit'asining markaziga joylashgan bo'lib, dunyodagi cho'ng tog' tizimlaridan Himolaya, Qaraqurum, Koinlon, Tangirtog' va Hindiqush tog' tizimlari bu yerda o'z aro tutishadi. Yana bir tarafdan Pamir yana Toshqo'rg'on Osiyo qit'asining markaziga joylashganligi uchun insonlar madaniyatining taraqqiyoti va agishib, g'arb sharq ellarining o'z aro berish kelish aloqasining kunsiri ko'payishi bilan sharq va g'arb o'rtasidagi muhim qatnash tuguni bo'lib qolgan. Toshqo'rg'on nahiya tavasidagi uzunga so'zilgan Baxan koridori ayni davrdagi muhim qatnash tuguni ham muhim yo'l eg'iz bo'lishi bilan davlatimiz chegarasi ichidagi asosli chegara mudofaa liniyasi rolini o'ynagan. Ayni davrlarda Baxan koridoridagi bir qism tufara yoki harbiy qorovulxonlar tashqi kuchlarning tahdididan saqlanishda muhim rol o'ynagan. Qadrli ko'rmanlar, biz Toshqo'rg'on nahiya bozoridan g'arbiy janubga qarab 90 kilometr mang'andan keyin dengiz yuzidan 3500 metr egizlikdagi mana bu qadimgi qal'a, ya'ni Tang sulolasi davridagi harbiy qorovulxonaga yetib keldik. Bu qorovulxona garchi nurg'unlagan buzg'unchilik uchirgan bo'lsa-mu, mana shu vaqtda xuddi Sadichin sepiliga o'xshash mush zaminni qo'g'dab kelmoqda. Undaqda bu yerda bizning bilib olishimizga tegishli yana qanday ma'lumotlar bor? Ko'rib boqaylik. Baxan koridori Jungo, Afg'oniston, Tojikistonni o'z aro tutashtirib turadi. Tarixiy materiallardan ma'lum bo'lishicha, Tang sulolasi davridagi Xuanzang, hatto Marko Polomo mushu yerdan o'tgan. Ma'lum yaxshimisiz? Mushu harbiy qorovulxona Toshqo'rg'on nahiyasining qaysi tarafiga joylashgan? Buni endi butun mushu Baxan koridori Toshqo'rg'onning janubiy tarafga to'g'ri keldi. Bu endi mushaning kirish ig'izi roli intayin muhim. Mayli siz Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston tarafdan keling. Mayli bizning mana Jungo yoki bizning Shinjong yoki Qashqar yoki Toshqo'rg'ondan keling. Mayli Pokiston tarafdan keling, mushu yo'ldan cho'qim o'tamiz. Aloqlashish qaloq, qatnash qulaysiz qadimgi zamonda bu qorovulxonlarning roli nihoyat cho'ng bo'lgan. Undaqda ma'lum ayni vaqtda nima uchunamishaga shundaq bir qorovulxon selingan? Bu Baxan koridori burunqi Char podshosi, keyingi Sovet ittifoqi, hozirgi Tojikiston davlati bilan chegaraldi. 3-4 yerdan aşağı o'tkil bo'ldi yo'llar. Xilma-xil odamlar, xilma-xil dinlar, xilma-xil siyosiy kuchlar mesela o'tdi. Mashani qo'g'dash, mashani kuzatish intayin muhim ahamiyatga. Shu vajdan shu qorovulxona ta'sis qilingan. Ayni davrdagi harbiy qorovulxonlarning yoki
xabargohlarning tog'liq rayondagi aloydiligi shuki, u har bir qatnash tugunining oshkor yerlariga, ya'ni bir qadar egiz, to'rt atrofni ko'gili bo'ladigan do'nglik yoki tuzlanlik ochallarda selingan. Saddichin sepili bilan selishtirganda bu joy haqiqatan intayin kichik. Biroq bu yerda turib necha yuz yil ilgariki tarixga nazar solsak, bu joyning rolining nihoyatda cho'ngligini, bu yerdagi har bir xish, har bir poch toshning intayin mo'yinligini his qila olamiz. 这个建筑是非常特殊的。实际上，现在我们看到的外 Bu bir alayda qurilish. Mana bu tam yuzi Chin sulolasi suv olgan. Bu daraxt shoxlari Tang sulolasiga tava bo'lib, tipik Tang davriga tava. Bu daraxt shoxlari 4000 metr egizlikda bo'lgan emas. Bu jazman boshqa joylardan yetkazib kelingan. Buning asosli qurilmasi Tang davrida qo'pirilgan. Bu qurilish Toshqo'rg'ondagi tosh qal'adan qasla yaxshiroq saqlanib qolgan bo'lib, ko'lami 50 kvadrat metrdan oshadi. Ikki tarafida urush istiqomlarining iznolari bor. Saddichin sepili bilan selishtirganda bu joy haqiqatan intayin kichik. Biroq bu yerda turib necha 100 yil ilgariki tarixga nazar solsak, albatta bu joyning rolining nihoyatda cho'ngligini. Bu yerdagi har bir xish, har bir poch toshning intayin muhimligini his qilamiz. Gerçi Toshqo'rg'on noyisining sharoiti bakmi jafoliq, bo'ron chapqun, oksigen yetishmaslik qatorliq xatarlik tabiiy muhit kishilarning bu yo'lda qatnashiga har vaqt zo'r qiyinchiliklarni yetkazsimi, lekin savdo karvonlari, sayyohlar, ekspeditsiyachilar xavf xatarga qaramay tilsimatdek sirliq makon deb atalgan bu rayondan to'xtamay mengib turgan va bu joy haqida har xil xotirlarni qoldirgan. Toshqo'rg'ondagi uzundan uzunga so'zilgan nihoyat go'zal bo'lgan bu vahxan koridorda nurg'unlagan tarixiy izlar saqlangan. Masalan, mana bu sizlar ko'rib turayotgan tosh obidlarmi ayni vaqtdagi tarixiy izlarning nihoyat yorqin namoyandalaridan biri. Hammamizga ma'lum, G'arbga sayohat filmida Tangsing G'arbga nom og'ilmag'udi. Balkim hammamiz G'arbga nom og'ilmagan faqat va faqat mushu Tangsing bo'lishi mumkin deb o'ylashimiz mumkin. Amaliyotda unday emas. Tangsingdan taxminan 200 necha yillar ilgari Fashan ismli bir kishi mana mushu zamindan o'tib G'arbga nom og'ilmagan. Undaqda Fashan degan kishi kim u? Bu tosh obidlar zodi kimlarning obidlari? Biz bu haqda texmi inchiklab izni taqayli. Toshqo'rg'on noyisining Daftar yezisi, Daftar kenti G'ijak bo'yi yaylaq rayoniga 3 kishining tosh obidasi qo'pirilgan. Bu 3 kishi o'xshash bir maqsad muddo bilan mushu zamin, mushu koridordan Budda dini o'rganish ham taqtish uchun o'tib, Toshqo'rg'on, ya'ni Pamir haqida eng dastlabki xotirlarni qoldirgan. Ma'lum, hozir biz mush ko'rayotgan tosh obida kimning tosh obidasi? Kishining ismi Anshigao. Bu buning Hanzucha nomi. Bu bir Eronlik budist. Bunun töpsi Buddani bu taqatquchi. Buddani shu nimdemiz g'arbdan sharqqa so'roq aytganda jungoga taqatquchilarning biri. Pamir rayoni to'g'risida bir qadar tafsiliy xotira qoldirgan kishi Rahib Fashan. Fashan milodiya 399-yili Chang'andan yo'lga chiqib, janubiy yo'l bilan Xotanga, ya'ni Odinga kelgan. Odindan Yakan orqali Pamirga chiqib, Boya orqali Hindistonga borgan. G'arbga sayohat filmidagi Tang Xuanzang G'arbga nom og'ilmaganda 30 yoshda bo'lsa, Fashan 64 yoshida o'zining Budda nomini akilish safarini boshlagan. Mana ko'rib turayotganimiz ma'lum Tang rayibidan ilgirki vaqtlarda mushahada o'tgan kishiningki tosh obidasiga shundaqmi? Bu kishining nomi Fashan. Bu Sharqi Jin sulolasi davrida yashagan. Ondan shu o'tirtizlanlikdan Pamir egizligidan ishib, Hindiga berib, nom elib qaytgan kishi. Mush Fashan kelgan chog'da bu yerda necha yuz rohib, nachiyada ibodatxona deganlar borgan. O'taqa o'shada buddizmning bir yig'ilishiga ulgurib qatnashgan kishi ekan. Pamir rayoni to'g'risida texmi tafsiliy xotira qoldirgan hamda uning nomini aynan Xanzuchiga yezib qoldirgan kishi Tang sulolasi davridagi mashhur rohib Tang Xuanzang.
Bu milodiya 629-yili Hindistonga berib kelish safarida Pamirdan o'tib, Budda nomlarini akagan hamda Pamir degan nomning xanzucha yozilishini tunji qitim yezib qoldirgan. Bu kişinin endi bizga endi ko'proq lozim bo'lgan yeri bu Pamir egizligi, shu bizning Toshqo'rg'on, bizning ajdodlarimiz to'g'riliq eng ko'p xotira qoldirgan kishi. O xotira degan so'da o'shaning jo'rafiyalik aloyligi, bizning turmush usulimiz, bizning Budda e'tiqodimiz shoda, Budda e'tiqod qilib deganmiz. Ana boshqa yana nurg'un narsalar. Hatto bizning Tosh shahar haqidami ko'p xotirlarni qoldirgan. Tang Xuanzangning Buyuk Tang sulolasi davridagi G'arbiy yurt xotirasi degan kitobi yili ham G'arbiy rayon jumladan Pamir va uning atrofidagi rayonlarning qadimiy tarix, jo'grafiyasi va aholisini tadqiq qilishda muhim material hisoblanadi. Shundaqla uning kitobida qayd qilingan Qiz qo'rg'ini, Malik qo'rg'ini haqidagi rivoyatmi tojik xalqining etnik madaniyati va ajdodni surishtirishdimi gavdalik rol o'ynab kelmoqda. Jungo va chet ellik mashhur sayyohlarning Pamirdagi qoldirgan xotiralari har xil. Ammo biz yuqorida tilga ilib o'tgan din muxlislarining maqsadi birla, ya'ni din va madaniyat taqtish. Mayli qandaqli bo'lmasin, ularning xotiralari to'plagan mo'l ilmiy materiallari o'sha rayonning o'tmishini tadqiq qilishda nihoyat zo'r ilmiy qimmatga ega. Ularning tosh obidasining mana bu kengri ketgan go'zal yoyloqqa o'rinlashtirilishimi bu zaminning sayohat ishlarining taraqqiyotida turtkilik rol o'ynaydi. Bu yerdan tarixda nurg'un sayyohlar o'tgan. Davlat ichi va sirtida burundilla bo'jay insonlarning madaniyat, til, din qatorliqlarning hammasi Pamir egizligini markaz qilib kelgan. Biz shu tarixdagi mashhur shaxslarni oldin ko'zda tutib, ularning qoldirgan tarixiy iznolarini va to'hpalarini yod etish uchun bu yerda 3 tosh obida tikladik. Toshqo'rg'on qadimda Ipak yo'lining muhim qatnash tuguni bo'lish sifati bilan nurg'un tarixiy iznalarga shohid bo'lib kelmoqda. Toshqo'rg'on nahiya bozoridan Mingtiki tog' eg'izigacha bo'lgan oraliqda yana bir qadimiy izna bugungi kunda sayohatchilarning diqqatini tortib kelmoqda. Bu Toshqo'rg'on tavasidagi tarixiy bir qadar uzun, bir qadar mukammal saqlanib kelgan o'tanglarning biri. Abdurimka, bu o'tang ayni davrda nima rol o'ynagan? Buni ana yil davrini qaysi davrlarga surishga bo'ldi? Bu o'tang ayni davrda qo'nalg'i rol o'ynagan. Bunun yil davri anaqa mushu qurilishdanki hozirgi saqlanib kelgan shaklining o'zi bu Qing davrida qurilgan. Bu o'tangninki o'zininki bu yerda paydo bo'lgan vaqtni esa bundan xili uzun zamonlar ilgari bu yerda o'tang mavjud bo'lgan. Shu o'ringa keyingi vaqtlarda mushu qurilish qilinib, bundan zamonimizga bugungi kun saqlanib kelgan mana mushu. Ana yana ba'zi bir qoldiq qismlarga nasib. Buning hozirgi shakli qanday shakl? Buning shakli hamda osti to'rtchasi, usti gümbez doğrusuluk. Bu asasen Türkçesi mesela şerikten garipki uzunluğu 5 metre 60 santimetre. Cenuptan şimalık kenarlığı 5 metre 10. İgizliki 5-20 metre kilodo. Bu bütünlüğü hangisi kurulmalık? Toshqo'rg'ondagi Jirg'al madaniyat yodikorliklari tavasidagi bu o'tang hozirmi ishki atrofi tog' bilan o'ralgan suyi mo'l, yop-yeshil o't cho'plar o'rab turgan nihoyat chiroyli bir joyga joylashgan. Balkim ayni davrdagi muhit bundan yaxshi bo'lishi, savdo karvonlari to'xtamay o'tishib turgan qaynam toshqinliq bir makon bo'lishi mumkin. Hozirmi ko'rib turibmiz, bu nihoyat chiroyli bir joyga joylashibdi. Ayni vaqtdagi ahvol mushtaq bo'ladimi? Endi mayda mundaq. Masalan, shu bizda vatgan qadimgi buyuk karvon yo'lininki cho'ng liniyalari, bu cho'ng ikki cho'ng liniyasi Qashqarga kelganda qo'shiladi, shunaqmi? Endi Qashqarni biz Ipak yo'lining tuguni deymiz. Endi bu tugundan g'arbga qarab manganlar cho'qim o'tadigan o'tkal qaysi desa, dunyoning o'g'isi deb qarayotgan ham egiz, ham xatarlik Pamir egizligidagi ko'kart tog' davallari. Masalan, bu Ulug'art deymiz, Muzart deymiz, ham shu ko'kart davasida, Ayg'art deymiz, Patangart deymiz. Bu da davallardan xili bor. Toshqo'rg'onga kelsak, shu cho'ng buyuk cho'ng karvon yo'l Toshqo'rg'onga kelgandan keyin mush liniya bo'yicha mangan vaqtda
Taşqo'rg'ondan chiqqan kun birinchi bekat mana shu Jirg'al o'tgan keldi. Buni Jirg'al deymiz. Jirg'al o'tgan keldi. Mana musofa orliqimi 34 kilometr. Ne hozir hisoblab ko'rsak. Endi demak, shu zamondagi qatnash qurollari 34 kilometr yo'lni faqat bir kun bilan basa oladi. Bir kunlik yo'l. Ha, endi bu yerdan mangandan keyin Mataraka borsak, biz Qarchiqur daryosiniki Qarchiqurga kelgandan keyin bu jilg'ichi, endi Vaxon yo'li deymiz. Bu yo'lning ichida bir necha joyda o'tgan bor. Demak ham ash vaqtda mana shu ko'jim bir ma'lidi, shunday. Ha shu maxsus odamlar bor, mishal ko'kartib,ovat qilib, shu qo'nalg'ini qilganlar. Shu orliqda o'tkinchilarga afzal bir qulaylik sharoitni, uning bexatarligi yo'q, qatorliq taraflarda muhim o'rinni hozirlagan. Yana birisi bu Chorishliq rayoni. Her etrafı bütün yaylaqlar var. Bu yaylaqqa yazlık, qishliq yaylaq mallarını yetkigen vaqtımı ara ministeriyatda bunda bir afzal sharoitga ega bir o'rin. Bu bir sirliq zemin. Qarmuzlar bilan qaplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar, ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu zeminning sehriy qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga mabdun qilib kelmoqda. Dövlətimiz arxeologları Taşqo'rg'on Tojik avtonom noyisidan 10 kilometr keladigan Taşqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqashga erishdi. İnsaniyat din madaniyat tadqiqotida alohida ahamiyatga ega bu bayqashning tafsilotini qiziqsangiz, diqqatingiz bayqash programmasida bo'lsin. Tarixiy iznalarga asir bo'lib yotgan Pamir egizligida nurg'un tarixiy manbalar mushu zaminning o'tmishi va bugungi tadqiqotida gavdalik rol o'ynab kelmoqda. Bu yerdagi sirlar texi tuguni yo'q. Tarixning guvohisi hali ham bizning izlanishimizni kutmoqda. Dunyodagi sir hikmatlar tugamaydi. Ilm fandagi yangiliklar uzilmaydi. Sirliq Yipak yo'lidagi bayqashlar o'ksimaydi. Dunyoning o'g'zisi hisoblangan Pamir egizligiga yana qanday sirlar yoshiringan? Bu joyda yana qanday bayqashlar bor? Bunga qiziqsanglar, diqqatinglar programmamizning keyingi sonida bo'lsin.